Bugun videolarni xursand qilaman deb qozon kabobni boshlab yubordim. Shunaqa go'shtlarni olib, xolodilnikdan yahidan tushirib va go'shtlarni yaxshilab yuvib chiqdim. Keyin yuvgandan keyin полностью maydalashga o'tdim. Maydalashni ham вообще oson bo'lmadi to'g'risi. Zo'rg'a kuchim yetdi maydalashga. Videoda ham ko'rishingiz mumkin. 4 ham qozon kabob ko'p qilmaganman. Adashmasam bu safarga qilayotganim 3 yoki 4-marta qilishim bo'ladi. Har safar yonimda kimdir mana go'shtlarni alohida qilib maydalab berishardi. Bu safar hammasi afsuski o'zimga qolib ketdi. Go'shtlarimni maydalab olib, keyin yana yaxshilab yuvib tashladim. Orada o'zinim jizza qovurgan edi. Jizzani ham maza qilib yeb oldim va shu jizza yog'ini o'ziga kartoshkalarni qovurdim va ikkinchi qozonda esa pista yog'ida qovurdim. Lekin jizzani yog'ida rosa ham zo'r qovurar ekan. Sizlarga ham maslahat, tushli maslahat, bemalol qo'rqmasdan jizza yog'ida qovursanglar bo'lar ekan. Kartoshkani polnitik yog'ini ham qizartirib oldim. Go'shtni ham xuddi shunaqa qizartirib, keyin birinchi bo'libdagi go'shtlarni terib chiqdim, ustiga kartoshkani terib, bitta stakan suv solib dimlab qo'ydim. Menda 2-3 soat dimlanib turdi. Sizlarda dimlamaganlar necha soat dimlanib turadi? Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Va tayyor bo'ldi. Bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin.